Assalomu alaykum hammaga hurmatli akalar, ukalar, spetsixnika ishqibozlari, Mingyu brendining klientlari. Bugun sizlarga mikserli bo'lgan pogrushchimizni tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, ancha ham katta bo'lgan texnikamiz. Bu texnikamizni mikser kovushdan tashqari yana bitta oddiy kovushi ham bor. Oddiy kovushi 1.4 kubalik bo'ladi, mikseri 0.7 kubalik bo'ladi. Bu texnikani olgandan keyin bir kun ham dam olmaysizlar. Sababi bir kun beton qorib, rastor kuyib, haliga ish chiqib ketaverasizlar. Ikkinchi kuni oddiy kovushni taqib, boshqa ishlarni qilib ketsalaring ham bo'laveradi. Texnikamiz xo'p juda ham chaqqon, tez, ancha ham xo'p o'zi 85 kilovat 115 ta ot kuchini tashkil qiladi. Texnikaning og'irligi 7 tonna 200. 7 tonna 200. Xo'p yukni bemalol 360 ga bemalol to'kib bera oladi. Xo'p shundoq ko'tarib turishi mana shu hozir 490, yaqin 5 metr chiqadi. Yuk to'kib berishi esa 360. Yuk ko'tarish og'irligi 2,5 tonna, 2,5 tonnadan oshiq yukni ham bemalol qiynalmasdan ko'tara oladi. Texnikamiz motorlari xo'p 4 porshili apparat motor, salarka tanlamaydi. Texnikamizga 1 yil garantiya beramiz. Texnikamizga hamma joyga garantiya beramiz. Brend ishonarli brend. Bemalol texnikani sifatini, boshqasini ko'rib xarid qilsalaring bo'laveradi. Salonlarga keladigan bo'lsa, konditsioner, ventilyator, pechka, magnitofon hamma yo'q bor. Sidinalari воздушный, o'zi avtomat korobka. Texnika полный ishonchda. To'lov turiga keladigan bo'lsak, to'lov turini farqi yo'q. Naqd dislama, leasing, bank, пересление, рассрочка umuman qizig'i yo'q. Texnikamiz juda ham bir mustahkam qilib ishlab chiqarilgan. Bu texnikamiz ham mikser ham qo'yilganligi uchun texnikamizga radiator 3 ta qo'yilgan. Nimagaki, texnikamiz o'sha mikser bo'lib ishlatayotgan jarayonda tez qizib ketmasligi uchun radiatorlari 3 ta. Antifrizga, korobkaga va gidravlik sistemalarga qo'yilgan. Texnikamiz hech qachon qizib ketmaydi. Hali bunaqa nima deydi? Vaziyat kuzatilgani yo'q. Bemalol ishlatsalaring bo'laveradi texnika. Texnikamiz ishonchli, sifatli, garantiyali texnika.